Yana ko'p savollar bo'ladiki bizga. Qaysi holatlarda migren xirurgiyasiga murojaat qilinadi? Qaysi holatlarda migren operatsiyasini bajarishimiz kerak? Demak, migrenning bir qancha formalari, turlari bor. Buni ko'p marta biz aytganmiz. Shulardan eng xirurglar uchun ahamiyatlisi bu surunkali formasi. Migrenning surunkali formasida demak, har doim aytib o'tamiz, har oyda og'riqni bo'lishi kamida 15 kun va 15 kundan oshiq og'riqni takroriy bo'lishi bu surunkali migren holati hisoblanadi. Bu surunkali migren holatida albatta bular nevropatolog, nevrolog, sefalgologlar ko'rigidan o'tgan, ularni davosidan o'tgan konservativ davo choralarini qilgan va muhit almashinuvi va boshqa alternativ barcha xirurgiyagacha bo'lgan chora tadbirlarni qilgan bemorlarga demak xirurgik operatsiya, xirurgik davo ko'rsatma hisoblanadi. Demak, aksariyat bizga keluvchi bemorlarda tashxisi qo'yilgan nevropatologlar tomonidan va bir necha yil davomida konservativ davo olingan, alternativ konservativ davoni alternativ yo'llari demak botulinum terapiya deyiladi, monoklonal antitelalar deyiladi va igla terapiyalar deyiladi va qon oldirish o'sha bu hammasidan o'tgandan keyin havo almashtiruvchi terapiyalar mavjud, demak iqlim sharoitlarini o'zgartirib ko'radigan hamma davo choralarini nafi bo'lmagan holatdagina xirurgik davoga olishimiz mumkin. Demak, xirurgik davoni shuni yana aytib o'tishim kerakki, migren xastaligi, surunkali migren xastaligi bilan og'rigan bemorni davolashdagi keyingi bosqich deb qarashimiz kerak. Demak, avvalambor nevropatolog, nevrologlar ko'rigida va ularning davosida bo'ldi. Tuzalgan bemor yaxshi. Biz xursandmiz bemor uchun tuzalib ketsa. Demak, tuzalmadi, konservativ davo doimiy bo'lyapti. 6 oy ichida yana bir ko'rsatkich bu aytishimiz mumkin. 6 oy ichida, oxirgi 6 oy ichida 3 martalab konservativ davoni oldi, nafini ko'rmadi. Mana shu kategoriyadagi bemorlarimizni demak operativ davoga olishimiz mumkin bo'ladi, xirurgik operatsiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Qachonki bu migrenni davolashdagi oxirgi bosqich, keyingi bosqich sifatida qaraladi. Davomi, demak, migren xastaligini davolashdagi nevropatologlar davosini davomi demak xirurgik davo bo'lib hisoblanadi.